Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bir go'zal xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Bu xizmatimizni Qo'qonda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin azizlar, bu xizmatimizning ko'cha shapkalari. Bu xizmatimizda ko'cha shapka, ikkita dorizaxonalari va ichkari shapkalarini qilib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunikaning kvadrat ko'proq ketadi. Chunki tunikaning bukilishi, qatilishlari ham bor. Ularni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, ko'rishingiz mumkin, ko'cha shapkalarimizni juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Qoshga 90 gradusli fasonda bo'lgan va choksiz standartlarimizni ham qo'yib berganmiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, turbalarni ham tushirib go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Azizlar, mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Azizlar, bu xizmatimizda oq va mokri tunikalarimizdan foydalangan holda qilib bermoqdamiz. Mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Azizlar, mana bu esa birinchi dorizaxonasi juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Dorizaxonamizga ham oq mokri tunikalarimizdan foydalangan holda qilib berganmiz. Azizlar, dorizaxonamizning o'rtalariga 5-8 dona pianinolarimizni qo'yib juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, ko'rishingiz mumkin, dorizaxonalarimiz juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilmoqda. Mana azizlar, xizmatimizning ichki shapkalari juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Ichki shapkalarimizga ham oq mokri tunikalarimizdan foydalangan holda go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Ichki shapkalarimizga ham choksiz tanolarimizdan qo'yib berganmiz. Turbalarni ham tushirib go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Azizlar, choksiz tanolimizning metri alohida 70 ming so'mdan bo'lmoqda. Turbalarimizning metri 50 ming so'mdan bo'lmoqda. Lesa, reka hamma yo'g'i ikkita bo'lmoqda. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana bu esa azizlar, ikkinchi dorizaxonasi. Ikkinchi dorizaxonamizni ham pianinali fasonda oq va mokri tunikalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga tunikafon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.